Andijon viloyatida aholini sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Xo'jaobod tumanidagi Ipak yo'li mahallasida ham bu yo'nalishda salmoqli natijalarga erishilyapti. Bir necha yil avval bu hududda suv bilan ta'minlanish darajasi 80% atrofida bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda bu ko'rsatkich 95% ga yetdi. Bu esa amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, zamonaviy infratuzilmalar va aholi farovonligini oshirishga qaratilgan sa'y-harakatlar samarasidir. Buyuk Ipak yo'li mahalla fuqarolar yig'iniga 3 kilometr ichimlik suvi tarmog'i tortildi. Hozirda endi bosqichma-bosqich suv hisoblagich o'rnatilmoqda xonadonlarga. Hozirda Ipak yo'li mahallasining ko'plab ko'chalarida ichimlik suvi tarmoqlari yangilanib, aholiga uzluksiz suv yetkazib berish tizimi yo'lga qo'yilgan. Shunday bo'lsa-da, avvallari ayrim manzillarda suv ta'minotida muammolar kuzatilgan, lekin bu kabi salbiy holatlar endilikda to'liq bartaraf etildi. Mahalla aholisi bugungi kunda suv ta'minotidagi barqarorlik va tizimli xizmatdan mamnun. Eng yaqin yerimiz 500 metr, yo'g'i 1 kilometrdan suvni tashib ichar edik. Buloqni suvdan, soydan. Mana prezidentimiz ko'p yaxshi qarorlari chiqdi. Viloyat hokimining buyruqlari bilan bizning mahallalarga mana tarmoqlar tortildi. Juda qiyinchilik edi. Biz o'zimiz ham ishdan kelib, aravani yetalab, bochkalarda suv olib chiqib berardik. Bir kunlik yetadigan. Rahmat mana davlatimizga shunchalik elga rahnamoligi, elni qo'llab-quvvatlaganidan biz hozir mana suvdan, qiyinchiliklardan qutuldik. Bugungi kunda mazkur mahallada 5000 nafarga yaqin aholi istiqomat qiladi. Ular uchun yaratilgan shart-sharoitlar, ayniqsa ichimlik suviga oid qulayliklar har tomonlama havas qilarli darajada. Ipak yo'li mahallasi misolida Xo'jaobod tumanida amalga oshirilayotgan islohotlar inson manfaatlariga qaratilganini yaqqol ko'rish mumkin.